Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga men o'zimizning klientlarimizga yozgan ssenariylarimni birma-bir qanaqa instrumentlardan foydalanganim, Reels'da, ya'ni Instagramda uchish uchun nimalardan foydalanganliklarimni sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Ko'rib turibsizlar, yangi fonlarda Xudoga shukr studiyamizdan bitib qoldi. Buni keyingi videoda sizlarga studiyani bitgan jarayonni obzor qilib beraman. Xo'p, bo'lmasa boshladik. Xo'p, mana kompyuter ochib oldim. Endi Notion'ga kiramiz. Notion'da bu akam ishlaydigan workspace'lari, men o'zim workspace'imga o'tib olaman mana bu yerda. Xo'p, o'tgan safar biz men ikkita klientimizga ssenariy yozdim. Rahmatullo akaga va Shavkat Bey akaga. Shavkat Bey aka to'g'ri ozish, diyetologlik bo'yicha shaxsiy brend yurgizishadi. Rahmatullo aka farmatsevtika, ya'ni sog'liq, salomatlik bo'yicha shaxsiy brend yurgizishadi. Bo'lmasa men bularga 4 tadan ssenariy yozganman, lekin hozir sizlarga ikkitasini ya'ni tushuntirib beraman, nimalar bo'lgan, nimalardan ishlatganman, shu narsalarni ko'rsatib beraman. Va Shavkat Bey akaga ham xuddi shunaqa qilamiz. Bo'lmasa Rahmatullo akaga kiramiz va shuncha ssenariylar va mana hop bizda rubrikalar ajralib turadi, ya'ni split screen rubrika yo bo'lmasa biz yaqinda chiqardik, juda ham ajoyib obunachilar, ya'ni ko'p obunachilar olib kelgan rubrikamiz bor. Mana xavfli va xavfsiz, faqat bu boshqacha, ya'ni Otabek me'mor shaxsiy brendimizga juda ham yaxshi obunachi, ya'ni bu rubrikaning potensiali juda ham ajoyib bo'ldi. Xo'p, bu yerda mana yosh bolalarga kattalar tabletkasini bo'lib berish xavfli. Shunda xavfli tomonga bo'lib berayotgan tabletka montajda o'tiladi va shunaqa qilib, ya'ni odamlarni jalb qilib, actionni bildirib turadi. Xavfli, mana dorini dozasi mos emas, allergiya yoki zaharlanish keltirib chiqaradi. Xo'p, ikkinchisini o'qiyman. Bu ham xavfli ekan, endi xavfsiz o'qiyman. Og'riq qoldiruvchi dorilarni kerak bo'lganda ichish. Bu xavfsizga avtomatik bu tomonga o'tadi. Shunda, ya'ni action bo'lgani uchun ham odamlar qiziqib kuzatadi. Bu bitta rubrika. Va hozir split screen video, ya'ni tepapas video. Bu videoni Zakdi Films'dan, ya'ni o'g'irlamaganman-ku, mana bu Zakdi Films videosidan olganman. Ya'ni hozirda Rahmatli akani syomkalari, ya'ni sotuvlari ketayotganligi uchun, ya'ni qon ko'paytirish bo'yicha, qonni suyutilish bo'yicha dastur ketayotganligi uchun shu qonga bog'liq ssenariylarni ko'p yozganman. Mana ko'rishinglar mumkin. Bu Zakdi Films juda ham ajoyib bo'lganligi uchun, ya'ni odamlar mana o'zi ko'ryapsizlar, bu yerda 6 million like ham yig'ishgan, kommentariyalar ham bomba bo'lib yotibdi. Shuning uchun qonga bog'liq bo'lgani uchun inglizchadan shunday tarjima qilib qo'ysangiz, bu juda ham xato ish bo'ladi. Ya'ni bu videoni ko'p 10 marta kerak bo'lsa 20 marta ko'rib, analiz qilib chiqib, har bitta gapiga moslab turib ko'rish kerak, ya'ni ssenariy yozish kerak. Mana if you deganda agar tanangizni, bu juda ham ajoyib boshlanadi. Mana o'qib bersam bittadan: agar tanangizdagi barcha qon tomirlarini olib, ularni bir-biriga tutashtirsak, siz uni qanchalik uzun bo'lishini o'ylamagan bo'lsangiz kerak deyilgan. Bu odamga ajoyib narsa beradi. Mana u bilan ketganda hozir ovozni o'chirib qo'yaman. Mana tutalish progress ketyapti. Mana uni uzun bo'lishi, qancha bo'lishini o'ylamaganligingiz kerak deb ketyapti. Keyin ikkinchi tomonga o'tyapti. Ammo inson tanasida minglab mayda qon tomirlar mavjud bo'lib deganda, mana o'sha ponni, mana minglab hamma mayda qon tomirlar ketyapti bu yerda. Mavjud bo'lib, ularni tanangizda har bir burchakdan o'tgan. Xuddi mana shunaqa. Faqat bu ingliz tilida to'g'ridan to'g'ri tarjima qilsangiz juda ham kontekst o'zgarib ketadi. Mana har birta tanani joyidan o'tyapti. Keyin ana
ularni hammasini bir-biriga tutashtirib deganda yana boshqa action ketyapti mana. O'sha tutashtirildi mana. Keyin turgan joyingizdan boshlab ularni cho'zsak, Tinch okeani, Yaponiya, Osiyo va Yevropa ustidan o'tib, siz turgan joyingizga yana bemalol qaytib kela oladi deyilyapti bu yerda. Mana bu yerda ko'ramiz. Mana New York. Bu odam New Yorkda turgani uchun New York deyapti. Mana xuddi shu video split screen bo'lib past tomonda ketganda juda ham ajoyib narsa yuzaga keladi va mana ikkinchi tomonga o'tdi. Ya'ni ikkinchi, uchinchi oxiriga o'tdi. Lekin qon tomirlarimiz shunchalar uzun bo'ladiki, ular xuddi shu masofani, ya'ni 2 yoki 4 martagacha ham takrorlashi mumkin. Endi videoni ko'ramiz. Mana shunchalar uzun bo'ladiki, o'sha odam ham hayron qolyapti. Mana 2 yoki 4 martagacha takrorlashi mumkin. Juda ham qiziqarli, juda ham ajoyib, odamlarni o'ziga tortadigan ssenariy split screen. Hozir bizning klientlarimizga split screen video juda ham yaxshi ishlayotganligi uchun rekka chiqayotgan prosmotrlar juda ham ko'p bo'lgani uchun, shuning uchun split screen videoni qo'shdim. Keyin oxirgi, ya'ni CTA call to action bo'limida nima deb o'ylaysiz? Sizning qon tomirlaringiz yerni necha marta aylanib chiqadi? Kommentariyaga fikringizni bildirib, sahifamga obuna bo'ling deyilgan. Xo'p, bu yerda nimaga unaqa deyilgan? Odamlarni, ya'ni kommentariyaga chorlab, videoni prosmotrini ko'paytirishga yordam beradi. Bu yerda shuning uchun ham shu narsa qo'llab, ya'ni aytib ketilgan. Bu nafaqat sahifaga, ya'ni obunachilar ko'paytirishga, balki auditoriyani jalb qilishga, videoni, ya'ni prosmotrini ko'p bo'lishiga ham sababchi bo'ladi. Xo'p, endi ikkinchi ssenariyga o'tsak, qon quyuq bo'lishining 3 ta zarari, 30 kun davomida anor yeyishning foydalari, dunyoda eng ko'p qoni bor odam. Bu ham split screen video, shuning uchun buni qilmayman. Sizlarga qon quyuq bo'lishining 3 ta zararini qilib bermoqchiman hozir. Mana qon quyuq bo'lishining 3 ta zarari. Agar tanangizda qon quyuq bo'lsa, shu 3 ta xavfga tayyor turing. Mana odamlarga juda ham yaxshi yetib boradi. Tushunish mazmuni juda ham oson. Agar biror kimni tanasida qon quyuq bo'lsa, shu 3 ta xavfga tayyor turing deganda odamda ya'ni nima desam bo'ladi? Qiziqish uyg'otadi. Qiziqish uyg'otadi. Agar meni ham tanamda shunaqa qon quyuq bo'lsa, menda ham shunaqa belgilar bo'larmikin deb videoni ko'radi. Birinchisi, xotira susayishi. Quyuq qonda kislorod kam bo'lganligi tufayli miya hujayralariga sekin yetib borib, uni zaiflashishiga olib keladi. Xotira susayishi deganda boshqa narsalarga o'tib ketmayapti. Ya'ni bosh og'rig'i yoki ko'ngil aynishi, shunga o'xshash narsalarga o'tib ketilmayapti. Xotira susayishini ta'riflab beryapti. Ya'ni xotira susayishi nima bo'ladi degan savoldan, ya'ni odamlarga javob bo'lyapti. Bu narsa quyuq qonda kislorod kam bo'lganligi tufayli miya hujayralariga sekin yetib boradi qon. Sekin yetib borganligi uchun xotira susayadi mana. Uni zaiflashishiga olib keladi. Endi bu ssenariylari har doim ham birga bir olinavermaydi, chunki hali zo'r yozishga tayyor emasman. Aka bularni xatolarini ko'rib, kamchiliklarini aytib, tushuntirib aytishadi. Lekin ko'pincha rubrikalarim birga bir olinadi. Xo'p. Ikkinchisi nafas qisilishi. Mana bu yerda ham birinchisiga o'xshagan. Ikkinchisi nafas qisilishi. Yuragingizda qon quyuq, mana yuragingiz quyuq qonni tana bo'ylab aylantirish uchun ko'p kuch sarflaydi. Mana ko'p kuch sarflaydi. Bu esa nafas qisilishiga sababchi bo'ladi. Mana shu yerda bu esa qo'shib ketamiz. Xo'p, mana yuragingiz quyuq qonni tana bo'ylab aylantirish uchun ko'p kuch sarflaydi. Nima bo'libdi kuch sarflaydi desa, o'sha savolga javob ketadi orqasidan. Ya'ni bular bog'liqligi bor. Bir-biriga bog'liq bo'lmasa, odamlarda qanaqadir juda ham, agar bu narsalar professional yozilganligi tufayli, ya'ni bizdan yaxshiroq biladiganlar bu narsani oddiy ko'rmasligi uchun ham yaxshi yozishimiz shart. Bu oddiy odamlarga, ya'ni iste'molchilarga, kontent iste'mol qiladiganlarga oddiy hol bo'lishi mumkin. Lekin
ssenariy video uchishida menimcha, meni fikrim bo'yicha 60% rolni egallaydi. Xo'p, agar mana misol uchun bir ikkita videolar bor, bilasizlar, hech qanaqa montaj yo'q, shunchaki gap, ya'ni odamlarga chuqur yetib boradigan, qanaqadir ma'no beradigan gaplar ham juda ham katta prosmotrlar oladi agar montaj qilinmasa, oddiy fonlarda bo'lsa ham. Oxirgisi yurak xuruji, bu ham xuddi shunaqa. Keyin yana bitta narsani aytib ketay mana. Birinchisi deyilyapti mana edi, ikkinchisi deyilyapti. Keyin uchinchisi demanglarda, oxirgisi yo bo'lmasa mana edi uchinchisi deysanglar, bayda keyingisi, xullas bir xil bo'lib qolmasa, shu narsaga ham juda ham ahamiyat beringlar. Bu narsa yaxshi va odamni qanaqadir bir xillikdan o'zgartirib turadi. Mana oxirgisi yurak xuruji. Qondagi zarralar bir joyga to'planadi. Mana qondagi zarralar bir joyda to'planib, qon bosimini ko'tarilishiga va insult xavfini sezilarli darajada oshirishga yordam beradi. Qondagi o'sha qon quyuq bo'lsa zarralar, bu ma'lumotlarni men ChatGPTdan olaman, albatta o'zimdan o'zim yozmayman, bu faktiskiy narsalarni yozaman. Bo'lmasa juda ham katta xato bo'ladi agar o'zingizlardan, ya'ni biliminglarga ishonib yozsanglar. Agar sizlar professional bo'lsanglar, yozsanglar bo'ladi, lekin ChatGPTdan tekshirib olish yoki Google ijtimoiy tarmoqlardan tekshirib olishni maslahat beraman. Hop. Qondagi zarralar bir joyga to'planib, mana qotib qolib, bu demoqchimanki qotib qolib odamlarga yetib borish. Shunda ya'ni bir xil video ketadi, montaj ham bu yerda yaxshi rol egallaydi. Qon bosimini ko'tarilishiga, ya'ni qon quyuq bo'lsa, o'sha tiqilib qolganda yurak ko'proq ishlab, qon bosimini ko'tarilishiga va insult xavfini sezilarli oshirishiga yordam beradi deyapti. Ya'ni bu yurakka bosim kelganda обязательно insult xavfi oshadi. Keyin bu oxirida call to actionga juda ham ajoyib narsa qo'shilib ketilgan, ya'ni sotuvga sotuv bo'yicha. Xo'p, lekin biz bu muammoni yechimini tayyorlab qo'ydik. Ya'ni Rahmatilla akani o'zlarini ya'ni qonni suyultirish bo'yicha dasturlarini tayyorlab qo'ydik demoqchiman buni. Hoziroq kommentariyada plus belgisini qoldiring. O'zim sizga qonni suyultiruvchi va ko'paytiruvchi dastur linkini direktdan yuboraman. Bu ham sotuvga, ham odamlarning kommentariyani ko'paytirishiga, ya'ni qiziqishini orttirishiga ishonchni ortib beradi. Maslahat beraman, mana shu yerda bir dona belgili yoki eng ko'pida 5 ta harfli narsalarni qo'shib ketsanglar bo'ladi. Qachon ko'p narsa qo'shish kerak? Agar meni fikrim bo'yicha odamlarga haqiqatdan ham zarur bo'lsa, o'shanda yozsa, misol uchun understand deb oladigan bo'lsak, tushunish ma'nosini tushunish deb yozib keting desanglar, odam yozishga qiynaladi, erinadi, ya'ni Instagramda. Agar haqiqatdan ham ko'proq leadlar, ya'ni ko'proq murojaatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, plus yoki minus, nuqta yo bo'lmasa W shu narsalarga o'xshagan narsa qoldirib ketsanglar juda ham foydali bo'ladi. Xo'p, Rahmatilla akam videolar tugadi, ya'ni ssenariylar tugadi. Endi bular hali chiqarmagan, bu hali syomkasi ham bo'lmagan. Men shunchaki sizlarga ya'ni nimalardan foydalanganligimni obzor qilib beryapman, ya'ni tushuntirib beryapman. Xo'p, endi bu 4 ta 30 kun davomida mana ko'rib turibsizlar, endi Shavkatbek aka, ya'ni dietolog Shavkatbek akaga o'tsak bo'ladi. Otabek aka, Faxriddin aka, Oybek aka degan klientlarimiz ham bor. Hozircha 5 ta klientlarimiz, shaxsiy brendlarni yurgizamiz. Otabek akaga ko'pincha ssenariylari doim akam yozishadi. Meni ssenariylarim uncha olinmaydi. Faxriddin aka yangi klient bo'lganliklari uchun ularga akam o'zlari ko'proq yozishadilar, lekin Shavkatbek aka, Rahmatilla akaga men ham akamga qarashaveraman. Endi Shavkatbek akaga kirsak. Bu yerda ham xuddi shunaqa, lekin 30 kun davomida chiya urug'ini iste'mol qilish, ozasiz va semirasiz, ya'ni rubrika hali aytganimdek xavfli xavfsiz deganga o'xshagan, zalga chiqqanda yeyiladigan 3 ta mahsulot. Bu hozirgi qon quyuq bo'lishining 3 ta zarariga o'xshagan bo'ladi. Shuning uchun bunga qilmayman. Bu eng tez ozigan odam, bu ham split screen bo'lgani uchun
Buni ham sizlarga ko'rsatmayman. Hozir sizlarga 30 kun davomida chiya urug'ini iste'mol qilish va ozatsiz va semirasizni ya'ni tushuntirib beraman. Xo'p. 30 kun davomida chiya urug'ini iste'mol qilish. Shu hook ketadi mana boshida. Hook, ya'ni odamni ilmoq degani ma'nosi, odamni ushlab qoladi. Yani scroll stopping qilib qo'yadi odamni. Ssenariy juda ham muhim shu hookda. Agar 30 kun davomida har kuni 1 stakandan chiya urug'ini ichsangiz, tanangizda qanday o'zgarishlar bo'ladi? Odamlar qiziqadi, ya'ni nima o'zgarishlar bo'lar ekan men chiya urug'ini ichsam. Buni ko'pchilik chiya urug'i nimaligini bilmaydi. Chiya urug'i, ma'lumot uchun aytib o'taman, chiya urug'i ozdiruvchi, ya'ni urug' ozdiruvchi emas, ichaklarni tozalash va ozishga yordam beruvchi urug' hisoblanadi. Mana bu yerda ko'rsatib qo'yilgan ma'lumotlar bu uchtalikka o'xshamaydi, bu juda ham boshqacha bo'ladi. Agar 30 kun davomida har kuni 1 stakandan chiya urug'ini ichsangiz, tanangizda qanday o'zgarishlar bo'ladi? Bu aytilishida ham energiya juda ham muhim, ton juda ham katta rol o'ynaydi. Shuning uchun aytilishiga ham e'tibor berishinglar shart. Mana birinchi ta'sirlari 5 kun ichida boshlanadi. Uju birinchi ta'sirlari 5 kun ichida boshlanadi. Birinchi kundan emas, 5 kundan keyin aytib ketsanglar bo'ladi. Birinchi ta'sirlari 5 kun ichida boshlanadi. Chiya urug'i suvni o'ziga ko'proq shimganligi tufayli to'qlik hissini oshirib, ko'p yeb qo'yishingizni oldini oladi. Mana chiya urug'ini nimagaligi uchun ta'sirini aytib tushuntirib beryapti. Ya'ni gaplar bir-biriga bog'lanyapti bu yerda. Chiya urug'i suvni o'ziga ko'proq shimganligi tufayli deb turib, shimadi emas, shimganligi tufayli deb podxod, ya'ni qo'shilib ketilyapti, ya'ni chiroyli ma'noda, chiroyli ssenariy chiqishi uchun. Ko'proq shimganligi tufayli to'qlik hissini oshirib, ko'p yeb qo'yishingizni oldini oladi. Обязательно bu narsalar ChatGPT dan foydalanilgan ma'lumotlar olish uchun o'zimdan o'zim yozmayman. Bu yerda mana chiya urug'i haqiqatan ham to'qlik hissini oshirganligi tufayli odamlar ko'p yeb qo'ymaydi. Juda ham tushunarli, ajoyib narsa. Keyingi 10 kun ichida mana 5 kun bo'lgandan keyin endi yana 5 kun qo'shib turib, keyin 10 kun, yana 10 kun qo'shsanglar bo'ladi. 3 ta bo'lib qolmasin, muhimi agar kunlar 30 kun davomida qilsanglar, eng kamida 4 ta bo'lsin. Hech qachon 3 ta bo'lib qolmasligini tavsiya qilaman. Keyingi 10 kun ichida tanangiz chiya urug'iga moslashadi. Organizmingizda qon aylanishi yaxshilanib, ichaklaringiz ortiqcha shlaklardan tozalana boshlaydi. Ya'ni shlak deganda ichakda qolib ketgan qoldiq ovqatlar qo'pol chiqishi mumkin. Shuning uchun e'tibor bermaysizlar. Xo'p, keyingi 10 kun ichida tanangiz chiya urug'iga moslashadi. Mana odamga ma'lumot, haqiqiy yaxshi narsa ma'lumot berilyapti bu yerda. Odamlar ko'rishi uchun organizmda qon aylanishi yaxshilanib, ichaklaringiz ortiqcha shlaklardan tozalanadi. Qisqa va lo'nda yaxshi ma'lumot berilgan. Juda ham ajoyib chiqqan bunisi ham. Xo'p, mana keyin 10 kundan keyin yana 5 kun qo'shmaysizlar, bo'lmasa ko'payib ketadi. Yana 10 kun qo'shib qo'yasizlar. 20 kundan boshlab, 20-kundan boshlab desak, shuni men uzr xato qilibman shu yerda. 20-kundan boshlab har kuni yengil bo'lar ekan. Uzr. Yengil uyg'onadigan bo'lasiz. Ya'ni ichaklari juda tozalangan, chiya urug'iga moslashgan odam o'zini yengil his qiladi demoqchiman. Teringiz tiniqlashib, o'sha chiya urug'i tarkibidagi minerallar, ya'ni jelatinlar, ya'ni marmeladga o'xshagan narsalar terini tiniqlashtirganligi uchun shu narsani yozganman. Ortiqcha shishlarni kamaytiradi, ya'ni organizmda ishib ketish, ya'ni havo to'planib qolishi yo bo'lmasa yog' to'planib qolishi, shu narsani oldini oladi. Balki bu o'zini o'sha semizlarga qiziqdir, misol uchun men bu videoni o'zim uchun ko'rgan bo'lardim. Boshqalari fikrini bilmadim. Mana oxirgi 30 kun ichida deyilgan. Endi bu ssenariylar odamlar ko'rish uchun, odamlar ushlab qolish uchun yoziladi. Endi odamlar ham qiziqishga bog'liqda bu narsa.
zo'r ssenariy bo'lsa ham agar haqiqatdan odamlar qiziqmasa, bu ssenariy rekka chiqishi qiyin bo'ladi. Mana oxirgi 30 kundan kelganingizda mana kompyuter yaxshiroq olib keldim. Oxirgi 30-kunga kelganingizda ichaklaringiz yangidek bo'ladi. Ya'ni tozalanib bo'ladi, yaxshi bo'lib qoladi. Yomon bakteriyalar kamayib, ichaklardagi yomon bakteriyalar kamayib, vazningiz ancha kamayganini his qilasiz. Ya'ni shlaklar tozalanganidan bu yerda his qilsa bo'ladi. Xo'p, oxirida Shavkatbek akaga ham sotuv bo'yicha ularga ham menyu tayyorlaganmiz, ya'ni to'g'ri ovqatlanish menyusi. Shu narsani bu yerga qo'shib ketganman. Lekin afsus, chiya urug'i ortiqcha yog'ni yo'qotmaydi. Men buning uchun ozdiruvchi sog'lom menyuni tayyorlab qo'ydim. Uni qo'lga kiritish uchun kommentariyada bir ikkita harflar tushib qolibdi. Kommentariyada plus belgisini qoldiring, o'zim sizga direktdan linkni yuboraman. Mana bu yerda haqiqatan chiya urug'i ozdirmaydi, shlaklari tozalab, odam organizmida 1 kilodan 10 kilogacha shlak chiqishi mumkin ekanda. Shu narsalar tozalaganligi uchun odamlar yengil his qiladi o'zini. Qanchadan miqdorda. Chiya urug'i ortiqcha yog'ni yo'qotmaydi, ya'ni yog' eritmaydi, ozdirmaydi umuman. Faqat shlaklarni tozalab beradi. Meni buning uchun ozdiruvchi bu yerda sotuv aytib o'tilib ketilgan. Shavkatbek aka bilan menyu sotuvimiz juda ham ajoyib bo'ldi. Hozirgacha 130 kishiga yaqin odam sotib oldi. 97 ming so'mdan bu bizning shaxsiy brendlarimiz yuritishimizda qo'l keladi. Ya'ni videolarimiz ertaga daromadlar qanaqa bo'lyapti, shu narsalar yaxshi bo'ladi. Tayyorlab qo'ydim. Uni qo'lga kiritish uchun mana bu yerda ham plus. Birorchi menyu yo odamlar ko'p harakat qilgisi kelmaydi, yozgisi kelmaydi. Ko'proq potensial bo'lish uchun agar xohlamasa ham, agar taklif yaxshi berilsa, menimcha sotsa bo'ladi. Taklifda ko'p narsa ham. Plus belgisini qoldiring, o'zim sizga direktdan yuboraman. Ya'ni linkini. Bu yopiq Telegram bo'lgani uchun tekin demaymiz-da. O'sha yozgandan keyin o'zi taklif beriladi. Assalomu alaykum, bizning linkimiz bor, 97 ming so'mdan deb sotuvga o'tib ketiladi bu yoqda. Xo'p, bu shu narsalardan iborat edi. Nargi Rahmatilla akada ham 30 kun davomida anor yeyishni, lekin unda sotuvga e'tibor berilmagandi. Xo'p, endi mana rubrika. Juda ham ajoyib, qisqa, odamlarga yoqadigan, ya'ni action ko'p bo'ladigan rubrika. Ozasiz va semirasiz, ya'ni ozasiz yoki semirasiz. Akam aytishadilar, men gapirmayman ko'pincha videolarda. Har kun ertalab nonushta qilmasam, semirasiz, tana och qolib, keyinchalik ko'p yeb qo'yishingizga sababchi bo'ladi. Mana har kun ertalab nonushta qilmasam, bu yerda mana shu birinchi, ikkinchi gaplarda ommani, ya'ni omma qiladigan ishlarni olib chiqishinglar shart. Chunki bo'lmasa ushlab qolmaydi. Bu huk bo'ladi, ya'ni har kun ertalab menimcha ko'pchilik nonushta qilmaydi. Buni ChatGPT ham tasdiqladi. Ishga shoshilib yoki keyin yeyman, obedda yeyman deb. Mana semirasiz, ya'ni yemaganligi uchun semiradi. Chunki bu narsa to'g'ri. Tana och qolib, keyinchalik ko'p yeb qo'yishingizga sababchi bo'ladi. Keyin, ya'ni obedda, ya'ni tushlik vaqtida qorin och bo'lgani uchun ko'p yeb qo'yib, harakatni keyin kam qilsa, yog' yig'iladi. Qorin to'yaveradi, lekin yog' yig'iladi. Yotishdan oldin ko'p ovqat yesam, ya'ni ko'pchilik mana har kun ertalab nonushta qilmasam, yotishdan oldin ko'p ovqat yesam, ko'pchilik qiladigan ish, ya'ni O'zbekistonda ko'pchilik qiladigan ish meni fikrimcha 70-80% odamlar shu narsa ishni qilishadilar. Endi har kunni ham bo'lmaydi-yu, lekin bo'lishi ko'p ehtimoldan xoli emas. Yotishdan oldin ko'p ovqat yesam, semirasiz, hazm jarayoni sekinlashib, tanada yog' to'planadi. Hech qachon mana uni ham ketma-ket qilmaylar. Semirasiz, keyin ozasiz qilmaylar. Semirasiz, ozasiz bo'lmasin. Ya'ni boshida, eng kamida boshida ikkitasini semirasiz yoki ikkitasini ozasiz qilib, yaxshi ma'lumot, odam ushlab qoladigan ma'lumot yozsangiz juda ham ajoyib chiqadi.
Yotishdan oldin ko'p ovqat yesam, semirasiz, hazm jarayoni sekinlashib, tanada yog' to'planadi. Mana oddiy qisqa balonda tushuntirilgan. Hamma yosh bola ham tushunadi bu narsani. Oqsilga boy mahsulotlarni yesa, ozasiz, tolaga boy to'qlik hissini beradi. Ya'ni ko'p yemaysiz, ozgina yesangiz ham qanaqadir energiya berib, to'qlik hissini beradi. Mana har kuni 1-2 qilib kech uxlasam, ya'ni ko'pchilik kech yotadi. Ya'ni Instagram ko'rib qolishi mumkin, yo bo'lmasa ishidan kech chiqishi mumkin. Shuning uchun endi vaziyatga qaraydi, buni majburlamaydi. Bizdagi odamlar ham biz majburlamaymiz bu narsa qilishni xato deb. Odamga o'ziga bog'liq, prosta biz bu yerda informatsiyani ma'lumot beryapmiz. Semirasiz, tanangizda gormonlar buzilishi bo'lib, ishtahangizga ta'sir qiladi. Ya'ni haqiqatdan ham ChatGPT tasdiqladi. Agar odam kechasi kech uxlaydigan bo'lsa, ya'ni Instagram, telefon ko'radigan bo'lsa, birinchisi uyqusiga ham ta'sir qiladi. O'sha gormonal o'zgarishlar, odam organizmida gormonlar o'zgarishi yuzaga kelar ekanda, shunda ham semirishga sababchi bo'ladi. Ishtahaga ham katta ta'sir ko'rsatar ekan bu narsa. Bular hammasiga bog'liqda, mana agar bir kechasi 1-2 qilib uxlasa, ishtahaga ta'sir qiladi, ertalab nonushta qilmasligiga sababchi bo'lib qoladi. Ya'ni agar kechasi uxlasa, значит bu kech turadi, ya'ni yoki uyquga to'lmaydi. Bu odam kayfiyatiga ham ta'sir qiladi. Bu narsalar juda ham bog'liq bir-biriga. Hozir kanal bo'lganda bundoq qilib ko'rsatib berardi. Xo'p, kaloriyalari hisoblangan sog'lom menyudan ovqatlansam-chi? Bu yerda ham sotuvga qaratib ketilgan, ya'ni bizda shunaqa menyu bor. Mana kaloriyalari hisoblangan sog'lom menyudan ovqatlansam-chi deb shunaqa, ya'ni podxod qo'shib ketilyapti, ya'ni paddeshga support desa bo'ladi ingliz tilida. O'zi ham usta til aytdim. 100% ozasiz, sog'lom ovqatlansangiz, energiya to'g'ri taqsimlanib, tanangizda yog' ortiqcha yog' to'planmaydi deyilgan bu yerda. Bunda 100% ozasiz. Shunda ham, ya'ni support, ya'ni paddeshga juda ham muhim rol o'ynaydi. Hammasi semirasiz, ozasiz bo'lib qolsa bo'lmaydi. 100% ozasiz yoki aniq ozasiz, yo bo'lmasa shunga o'xshash narsalar. Hozir hayolimga kelmadi. Sog'lom ovqatlansangiz, energiya to'g'ri taqsimlanib, tanangizda ortiqcha yog' to'planmaydi deb odamlarga qisqa valonda ajoyib tushuntirib qo'yilgan. Xo'p, mana keyin akam aytishadi, bunday menyularni qayerdan topsam bo'ladi deb rubrikada ketadilar. Qayerdan deb endi yosh bolaga emas, bunday menyularni qayerdan topsam bo'ladi deysa, menga obuna bo'lib, o'sha profilga ham mana kirish bo'ladi. Menga obuna bo'lib, mana endi 1000 million kishi ko'rsa, 1000 tasi obuna bo'lishi mumkin. Million kishidan million tasi obuna bo'lishi mumkin. Yo 10 tasi obuna bo'lsa ham, menga obuna bo'lib degan so'zni agar ya'ni CTR bu yerda yozilmagan, agar qo'shib ketsanglar yaxshi bo'ladi. Bu rubrika bo'lgani uchun yozilmagan. Menga obuna bo'lib, kommentariyada plus, bu yerda ham plus belgisini qoldiring, direktdan sog'lom menyu linkini yuboraman. Sizga yuboraman desangiz ham yaxshi bo'ladi. Sizga yuboraman. O'zi mana yaxshi narsa, juda ajoyib chiqqan. Xo'p, bu ham eng tez ozgan odam. Hook aytgancha, mana shuni hookini aytib ketay, split screen bo'lsa ham 7 oy ichida 235 kilodan 74 kilo vaznga tushgan odam bor desam ishonasizlarmi? Shunaqangi, ya'ni zo'r yozilganki, professional yozilganki, odamlar qiziqtirishga yozilganda bu narsa. 7 oy ichida, mana ko'rsataylik. 7 oy ichida deganda 235 kilodan 74 kilo vazn. Imkonsizlik yuqori bo'lgan narsalar aytsanglar, yo bo'lmasa ommaga negativ har kuni qiladigan ishingni negativ bilan chiqsanglar, endi deganimda so'kinib yo boshqa narsa qilib chiqinglar deganim emas. Negativ bilan chiqsanglar juda ham ajoyib, ya'ni ommani ushlab qoladigan tartibdagi ssenariy chiqadi. Raqamlar ham ayda muhim rol o'ynaydi, ya'ni katta summalar yo bo'lmasa, ya'ni top 3 ta narsa juda ham yaxshi rol o'ynaydi.
7 oy ichida 235 kilodan 74 kilo vaznga tushish imkonsiz narsalardan biri bo'lganligi uchun bu narsalar odamni ushlab qoladi. Ya'ni ishonasizlarmi deb unga yana podxod, ya'ni paddeshga qo'shib ketilyapti. Uzr. Bu narsalar ham ma'lumotlar berilgan. Bu narsalar qo'shsam, keyingi videolar qo'shaman chunki cho'zilib ketadi. Hamma ma'lumotlar berib qo'ysam, mendan ham yaxshi yozadigan bo'lib qolasizlar. Mendan yaxshi bo'linglar, harakat qilsanglar, hammasi yaxshi bo'ladi. Men yozgan narsalarim shulardan iboratdi. Endi yana bitta sizlarga bonus qilib qo'shib ketaman. Mana Canva'da o'zimni obloshkamni o'zim yasayman. Ya'ni YouTube'ga qo'yadigan obloshkalarimni, uchadigan obloshkalarni o'zim yasayman. Wi-Fi sekin ishlayapti. Mana shu yerda obloshkalarim bor. Juda ham ko'p narsa qo'shilgan. Sizlar o'ylaganingizlardan mana layerga o'tsanglar mana shuncha narsa. Mana chiroqlar berish ham juda ham muhim rol o'ynaydi. Yana bugun ham shu video uchun zo'r obloshka yasayman. Kачествоsi ham o'zgarmaydi. Uzr. Mana hozir sizlarga yozgan ssenariylarimni ko'rsatib berdim. Umid qilaman bu narsa sizlar uchun manfaatli bo'ldi. Agar yana sizlarga shunaqa ya'ni uchadigan reelslarni, ssenariylarni tahlil qilib berish kerak bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Bu narsani ko'paytiraman. Foydali ma'lumotlar uchun sahifamga obuna bo'lib qo'yinglar.